Homilador ayollar yeyishi taqiqlangan 5 mahsulot. Birinchisi bu sushi hisoblanadi. Sushi tarkibida turli xil turdagi parazitlar bo'ladi. Ushbu parazitlar agar homilaga o'tadigan bo'lsa, turli xil kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchisi kolbasa mahsulotlari bo'lib, kolbasa tarkibida turli xil turdagi nitratlar bo'ladi va ular homilaga toksik ta'sir qilishi mumkin. Uchinchisi bu xom pishirilgan tuxum bo'lib, uning tarkibida salmonellalar bo'lib, bu bakteriyalar bolada turli xil turdagi kasalliklarni keltirib chiqaradi. To'rtinchisi papaya hamda sedana mahsulotlari hisoblanadi. Ushbu moddalar odatda bachadonning qisqarishiga sabab bo'ladi va bolaning vaqtidan oldin tug'ilishiga sabab bo'lishi mumkin. Va nihoyat 5-inchisi bu energetik ichimliklar bo'lib, ushbu energetik ichimliklar tarkibida juda ham ko'p miqdordagi kofein ona yurak urishini tezlashtirib, ulardagi qon bosimini oshishiga hamda bolaga qonning kam yetib borishiga sabab bo'lishi mumkin. Buning natijasida bolaning vaqtidan oldin tug'ilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Ushbu videoni saqlab qo'ying va eng yaqin homilador tanishlaringizga albatta jo'natib qo'ying.